Usmonxo'ja Po'latxo'jayev jadidchilik harakatining yirik vakillaridan biri, siyosatchi, davlat arbobi va ma'rifatparvar inson edi. U 1878-yil Farg'ona vodiysining O'sh shahrida savdogar oilasida tug'ilgan. Yoshligidan madrasada tahsil olgan. Keyinchalik usli jadid ta'lim tizimi bilan tanishgan va yangicha o'qitish usullarini qo'llab-quvvatlagan. Usmonxo'ja yoshligidan ma'rifatparvarlik g'oyalariga berilib, o'z xalqini ilm-ma'rifatli, adolat va erkinlik yo'liga boshlashni maqsad qilgan. U Tarjimon gazetasi va boshqa jadidlar nashrlarini o'qib, o'sha davrning ilg'or fikrlarini o'zlashtirgan. 1917-yil inqiloblardan so'ng Buxoro amirligi siyosiy hayot jonlandi. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev jadidlar safiga qo'shilib, Buxoroda islohotlar o'tkazish, xalqni jaholatdan chiqarish, zamonaviy maktablar ochish va yangi davlat boshqaruv tizimini yaratishga tarafdor bo'ldi. 1920-yil Amir Olimxon quvg'in qilinib, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuzilgach, Po'latxo'jayev yangi hukumatda moliyaviy nozir lavozimida ishladi. 1921-yil 23-sentyabrda u Buxoro Markaziy ijroiy qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Shu davrda u mustaqil siyosat yuritishga, rus qo'shinlarining ta'sirini kamaytirishga va Buxoro mustaqilligini saqlab qolishga harakat qildi. Ammo Sovet hokimiyati bilan kelishmovchiliklar kuchaygach, 1922-yilda u Afg'onistonga ketishga majbur bo'ldi. Keyinchalik Turkiyaga ko'chib o'tgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev u yerda Osmon Kosao'g'li nomi bilan tanilgan. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev 1968-yil 28-iyulda Istanbul shahrida vafot etgan. U o'zining butun hayotini xalqini ma'rifatli, erkin va adolatli jamiyat sari yetaklashga bag'ishlangan fidoyi jadidlardan biri bo'lib qolgan.